keyin siz o'zingiz bir yaxshi ko'rgan hobbingiz bormi? Masalan, tikishmi, bichishmi, ashula aytishmi, raqs tushishmi, yoki birga tennis o'ynashmi, qolgan bir narsa. O'sha bilan shug'ullanishingiz kerak. Ya'ni siz o'sha holatdan chiqishingiz uchun birinchi navbatda mutaxassisga, agar mutaxassis bo'lmay qoladigan bo'lsa, sizga ishonchli bo'lgan, lekin sizga nisbatan hayotiy tajribaga ega bo'lgan odamga dardingizni aytishingiz kerak. Siz ichingizdagi o'sha tuyg'uni, o'sha tuyg'ularni hammasidan xolis bo'lishi uchun buni kim bilandir ulashishingiz kerak va undan bir foydali maslahat olish kerak bo'ladi. Va shu bilan birga baribir o'sha holatdan chiqish uchun ozgina jismoniy harakat bo'lishi kerak. Bunda depressiya boshqa deymiz, depressiyadan oldin stress bo'ladi, frustratsiya bo'ladi. O'sha holatlardan depressiyani o'zida o'sha jismoniy harakatdan chiqishingiz qiyinroq bo'ladi. Lekin oldingi bosqichlarda nisbatan chiqasiz. Shuning uchun hobbingiz bormi? Bir sport turi bormi? Yoki bir katta yoshdagi odamlar maslahatlashish bormi? Birinchi navbatda mutaxassis bilan maslahatlashish va mutaxassisni aytgan ishini qilish kerak. Shunda ancha bu narsalarni oldini olasiz.